Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar va tomoshabinlar. Bugungi videorolikim eski videoroliklarimdan tubdan farq qiladi, chunki bugun men Qo'qonda bo'lib o'tayotgan hunarmandchilik festivali haqida qisqacha ma'lumot beraman. Hozir ortimda mana ko'rishingiz mumkin Xudoyorxon o'rdasini va biz esa videorolikni boshladik. Farg'ona vodiysining g'arbiy qismida joylashgan Qo'qon shahri o'zining tarixi bilan mashhur. Aynan Buyuk Ipak yo'li davrida butun dunyodan yig'ilgan savdogarlar aynan Qo'qonga yig'ilishgan. Qo'qon shahriga tashrif buyurib, siz 13-asrda paydo bo'lgan eng qadimgi xonlik dunyosini ochasiz. Tasavvur qiling, eng buyuk xonlardan biri tomonidan qurilgan saroy qanday bo'lishi mumkin? Hozir mana ekranda ko'rishingiz mumkin. O'rta Osiyo me'morchiligi uslubida yuqori devorlar, chiroyli bezaklar va katta inshootlar, ustunlar. Qo'qon xonligi haqida kunlab, haftalab, yillab gapirish mumkin, lekin bugun aynan festival uchun yig'ilganmiz. Festivalga 78 ta mamlakat tashrif buyurgan, 570 ta xorijiy ishtirokchilar, 1200 ta mahalliy ishtirokchilar va 1 million tashrif buyuruvchilar. Eng qizig'i hali oldinda, videoni o'tkazmasdan ko'rishni davom eting. Hozir biz mana hunarmandchilik pavilyonlarining oldida turibmiz va hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, butun dunyodan kelgan mehmonlarimiz o'z mahsulotlarini bizni xalqimizga taqdim etishyapti va hozir mana Jizzaxdan ham bor ekan. Biz hozir boramiz. Qani ketdik. Hozir biz Jizzax pavilyonida turibmiz. Aynan Forij tumanidan tayyorlangan har bitta narsa alohida yog'ochdan tayyorlangan ekan va ko'rishingiz mumkin, menga eng yoqqan narsalardan biri bu kapalak bo'ldi va hozir esa qisqacha ma'lumotini olamiz. Men o'zim yog'och o'ymakorligim deydi. Asli yog'ochdan buyumlar yasash. 4-5 yildan beri asosiy ishim shu hozir. Faqat shuni yasaymiz, sotamiz. Mana shunaqangi yog'ochlarda yasaladi hammasi, stanoksiz, qo'lda yasaladi faqat. Ota-bobom shug'ullangan asli bundan. Shularni kasbini davom ettiryapmiz. Men hozir 18-avlod. Uyda o'g'lim bor, 19-avlod deyiladi. Hozir biz Ermon amakidan so'radik, eng noyob mahsulotingiz nima deb va bizga aynan mana shu otni ko'rsatishdi va ushbu ot juda noyob ekan, chunki bu alohida svetilnik ekan. 7 ga to'g'ri uyda bemalol yoritar ekan va shunday. Xuddi shunday bemalol yoritar ekan va aynan bemalol bitta katta o'tirishda ham o'tkazsa bo'lar ekan va eng qizig'i futbolda ham bemalol yoritib bersa kerak. Xuddi shunaqa. Yuqorida aytib o'tganimdek, Jizzax viloyatining pavilyonlarida biz va hozir ko'rishingiz mumkin milliy kiyimlar bor ekan bu yerda, qiroq yo'nalishi bor ekan va zarduzlik ham bor ekan va bugungi videorolikda har bittasiga alohida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz va hozir esa asosiy pavilyonlarda oldiga boramiz. Hozir esa biz aynan qo'g'irchoqlar pavilyoniga keldik va Jizzax shahrining o'zidan Barnopa aynan shunday qo'g'irchoqlarni tikishar ekan. Demak, qisqacha ma'lumotini olamiz. Bu qo'g'irchoqlarimni 26 yildan beri tikaman. Asosan milliy qo'g'irchoqlar tikaman. Har xil bezaklardan foydalanaman, milliy materiallardan foydalanaman, ularni kiygizishga. Yuzlarini ham mana tikkanman hammasini. Yosh bola o'ynaganda u agar masalan yuzini bo'yoqlarda bo'yasam, u bo'yalib sifat buzilib ketishi mumkin. Lekin bu hech qanday bo'yoq ishlatilmagan, mana tikilgan. Yuvsa ham hech narsa qilmaydi. Qancha o'ynasa ham buzilmaydi. Eng asosiysi bu 9 soat, 10 soatda bitadi bitta qo'g'irchog'im. Masalan, mana yuzini o'ziga 2,5 soat vaqt ketadi. Hozir juda ajoyib bo'lgan pavilyonlardan biriga keldik va ko'rishingiz mumkin kulolchilik namunalarini va juda ajoyib. Bu yerda hozir men sizga ko'rsataman, alohida futbol ixlosmandlariga ham bor ekan, alohida futbol klublariga ham yozib qoldirishgan ekan va bu yerda aynan chap tarafimda meni aynan yog'ochdan tayyorlangan sportivniy bir trenajyor bor ekan. Hozir bir qisqacha ko'rsatishga harakat qilamiz va biron bir kishi yurib bersa yaxshi bo'lar edi. Yiqilib tushib. Bilasizmi, hozir eng noyob bo'lgan mahsulotni oldiga keldik desak ham bo'ladi. Ya'ni yog'ochdan tayyorlangan trenajyor ekan. Ya'ni haligacha trenirovka qilaman deb temir sotib olaman deb o'ylagan odamlar uchun juda yaxshi tanlov. Ya'ni 100% yog'ochdan tayyorlangan. Ajoyib narsa ekan. Yiqilib tushmasam bo'ldi. Hozir biz juda ajoyib bo'lgan pavilyonlardan biriga keldik. Aynan kulolchilik va loyga bezak berish ekan va bu yerdagi ishlarni ko'rib, to'g'risini aytsam, og'zim ochilib qoldi. Hozir men sizga qisqacha ko'rsataman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin har xil tovoqlar bor ekan, ya'ni laganlar.
Qo'qonda tovoq deyiladi. Sof o'zbek tilida lagan bo'lishi kerak va ushbu laganlarga berilgan bezaklarni yaqinroq ko'rsatishga harakat qilamiz va har bitta detaliga e'tibor bering. Dizaynerlarga juda qiziq bo'lsa kerak. Hozir biz undan ham bir noyob joyga keldik, ya'ni yog'och o'ymakorligi ekan va e'tibor bersangiz, Xudoyorxon o'rdasida 1869-yilda qilingan darvozasidan nusxa bor ekan. Alohida tayyorlangan ekan va bu yerdagi ishlarni ko'rib, to'g'risini aytsam, og'iz ochiladigan darajada. Birinchi o'rinda jinda lampasi bor ekan, e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ajoyib va aynan kattasi ham bor ekan va aynan mana shu kovush deyiladi endi bu, Xudoyorxon kiygan kovush bor ekan va bu kovushda meni o'ylashim bo'yicha tepilsa odam, bilmayman, bir odam bo'lmasa kerak. Butun umr kiyib ko'raman degan narsamni ko'rib qoldim. Ya'ni milliy cho'girma deyilar ekan. Bu Qoraqalpog'istondan tayyorlanar ekan va bu 100% tabiiy mahsulot ekan. Ya'ni juda yozda salqin, qishda esa issiq bo'lar ekan va hozir qisqacha shu cho'girma haqida ma'lumotni ko'ramiz. Foydali tomoni tabiiy mahsulot. Qishda boshni issiq tutadi, yozda salqin tutadi. Buni har doim ham kiysa bo'ladi. Bu haqiqiy qo'yni terisi oshlanadi, bu tabiiy bo'lgani uchun o'zlarimizning osh bilan oshlanadi. Tikilishida ham yengil. Asosiy qariyalar ko'proq kiyadi buni. Mana hozir qariyalardan birini ko'rishingiz mumkin va biz esa keyingi pavilyonga boramiz. Katta rahmat. Bonnichkada maestrolar, o'zi aslida aynan pianino, ya'ni fortepianomi, pianinomi to'g'risini aytsam bilmadim. Aynan maestrolar shunday o'tirishadi. Bunday qilib o'tirishadi. Shunday muzikalarni chalish mumkin. Aytgancha o'zlarini nimalarni qoldirishgan ekan. Omadbek 99lik 159 57 Azbek 99lik 327 17 78 ekan. Aynan shunday narsalar tayyorlab berishar. Yana bir noyob mahsulot deymizmi yoki eksponat deymizmi, meni bo'yimdan ham katta qumg'on deymizmi, choynak deymizmi va hozir ko'rishingiz mumkin, juda katta tayyorlangan ekan va hozir qisqacha ko'rib o'tsak, bu yerda dutor bor ekan, g'itchak bor ekan va childirma ham bor ekan. To'g'risini aytaman, juda narsalar ko'p. Shuning uchun har bitta narsaga to'xtalib o'tishim uchun vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun qisqacha ko'rsatib o'taman. E'tibor bering, aynan savatchani ichida turgan odamchalar, isiriq ham bor ekan, bir makka ham bor ekan va buni siz bemalol sovg'a qilsangiz bo'ladi. Ya'ni butun dunyo buni bemalol xarid qilishi mumkin. Va hozir esa qisqacha sizlarga baland bo'lishi mumkin, lekin mana e'tibor bering, bu yerda juda ko'plab pavilyonlarni dumaloq shaklda to'g'rilab qo'yishgan ekan. Ya'ni odamga juda oson, bemalol ko'rib mahsulotlarda nima borligini, nima yo'qligini so'rab, surishtirib, bir yoqqan narsalarni bemalol ko'rib ketishsa bo'lar ekan. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы встретили нашу, как вам сказать, гостью. Что вам понравилось в Коканде, что вам не понравилось? Можете рассказать? Конечно, Коканд очень гостеприимный, очень красивый, потрясающе добрые люди, зелено, очень традиционно, национально. Это потрясающее такое тонкое чувство Востока, и мне безумно нравится. Самое главное, вы попробовали наш фирменный плов? Да, вчера. Понравилось? Да, очень. И санса, и шашлык, и плов. Очень вкусно. Kimda esa bo'lsa, videorolikni biz Jizzax shahridan boshlagandik, aynan pavilyondan. Hozir esa Qoraqalpog'istonga o'tdik, Farg'onaga o'tdik, endi esa hozir Samarqandga ketamiz. Qani ketdik. Demak, mana hozir biz sekin kirib bormoqdamiz va e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan Samarqandga mos ornamentlar,
aynan Samarqandga mos kiyimlar va juda chiroyli, juda qiziq va meni o'ylashim bo'yicha biz bu yerda juda qiziq narsalar topamiz. Hozir esa qisqacha bir ko'z yugurtirib o'tamiz. Bu yerda bizga hozir mana chalib berishyapti. Bo'ldimi? Bo'ldi. Yana bir noyob narsalarga ko'zim tushdi va ushbu noyob narsalardan biri bu ruchka ekan, ya'ni aynan yog'ochdan tayyorlangan ruchka ekan. Bu juda ajoyib sovg'a bo'lsa kerak. Bilasizmi, dizaynerlar uchun eng kerakli narsalardan biri bu juda qulay stul va ushbu stulimni topdim. Aytgancha juda ko'p stullar bor va ushbu stullarning qulayligini sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda yog'ochdan tayyorlangan ekan, bemalol suyanib olishingiz mumkin va eng qizig'i bunga 2,5 oy ketgan ekan aynan tayyorlanishiga. Buni dizaynerlarga maslahat beraman. Xo'p, hozir biz esa aynan Toshkent viloyatiga kirib boryapmiz. Qo'qon shahrida turib Toshkent viloyatiga kirib boryapmiz va bu yerdagi ishlarga e'tibor bersangiz juda odamni bir qo'rqitadigan, vaqti kelsa odamni ilhomlantiradigan ishlar ham bor va dahshat, juda chiroyli. Bu stullarni ko'rishingiz mumkin. Yog'ochdan tayyorlangan va bu yerda qilichlari ham bor ekan bu yerda va meni esimga kelgan narsa Igra prestolov degan bir serial bor va ushbu serialni Troniga o'xshadi. Kimda kim o'xshatgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsin va Tronni ko'rishingiz mumkin. Kompyuterni oldiga qo'yib maza qilib ishlaydigan ekan. Juda chiroyli, juda dahshat, noyob. Gap yo'q. Hozir mana noyob bo'lgan barni ustida o'tiribman va ushbu bar 100% yog'ochdan tayyorlangan ekan va aynan temirlar qo'shilgan joylari ham bor ekan. Zashgalka, pepelnitsa bor ekan va bu barni meni o'ylashim bo'yicha vintaj uylar pop, ya'ni vintajniy remont bo'lgan uylarga bemalol ushbu barni qo'ysa bo'ladi va to'g'risini aytaman, juda ajoyib, juda chiroyli. Bilasizmi, bu yerda nafaqat hunarmandlar o'z mahsulotlarini bir taklif qilishadi, bu yerda ham bozor ham bor ekan va e'tibor bersangiz juda ko'p aynan odamlar savdo qilishadi, odamlar bir narsani xarid qilishyapti va hozir biz aynan do'ppi joyiga boramiz va do'ppilarni kiyib ko'ramiz. Hozir biz aynan do'ppi rastasiga keldik. Bu yerda nafaqat do'ppi, hattoki telefonga soladigan g'iloflargacha bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zgacha ornament bilan va bir mana sumkacha ham bor ekan, juda ajoyib sumka. Kosmetiskiy ekan, ya'ni milliy kosmetiskiy sumkacha ekan va biron bir do'ppini bersangiz men prosta kiyib ko'raman. Biz operatorimiz do'ppi kiyib ko'ring deyishdi va undan oldin boshqa do'ppi ham kiyib ko'rdim va hozir esa mana juda ajoyib bo'lgan do'ppilarni kiyib ko'rdim. Meni o'ylashim bo'yicha yarashdi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana. Chiroyli ketdi sizga, haqiqatan ham zo'r ketdi. Mana rahmat. Hozir biz Indoneziyani rastasiga keldik va Qo'qon haqida qisqacha bir ta'rif bermoqchilar va eshitamiz. Okay, I am from Indonesia. This is handicraft Indonesia product, natural product and handicraft. Thank you. I like you, Uzbekistan. I like your city, good city, clean. Women good, ladies good. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Endi esa mana o'zimga juda yaqin bo'lgan shaharlardan biri Rossiyaga kirib keldik va bu yerda matryoshkalar bor ekan. Matryoshka va hozir qisqacha bir aynan sotuvchi bilan bir muloqot qilamiz. Yuqorida aytib o'tgandek, aynan biz hozir Rossiya rastasidamiz va hozir ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'sha Rossiyada juda mashhur bo'lgan matryoshka deyiladi. Matryoshka bu o'zini ichida ko'payadigan narsa, ya'ni buni ichiga bu tushadi, buni ichiga bu tushadi va sekin-sekin kichkina bo'lib ketadi. Hozir esa qisqacha bir intervyu olamiz. Здравствуйте. Как вас зовут? Салават. Меня зовут Бехсот, и у меня есть YouTube канал. Самый такой вопрос у меня есть. Вы пробовали наш плов?
Ваш плов, конечно, как без самый вкусный ваш плов. Да? Вам понравилось? Конечно, конечно. Так что вы можете сказать про Кокант? Вам понравилось? Про Кокант мне нравится, да, мне нравится. Конечно, я пока второй день тут, но когда я проезжал, я видел исторично вот эти ваши здания красивые. Вам понравилось? Да, очень нравится город. Biz kunda ikkinchi yarmidan boshladik va hozir juda ajoyib qo'l mehnatiga ko'zim tushib qoldi. Hozir kamera yaqinroq keladi va ko'rsataman. E'tibor bersangiz, aynan tabiiy toshdan bir chizib ko'rsatishgan ekan. Mana tuyalar bor ekan bu yerda va tosh bir-biriga yopishtirilgan ekan. Va e'tibor bersangiz, mana bir sovg'aga ham juda chiroyli. Aynan qo'l mehnati, qo'lda chizilgan ekan. Что у вас самое необычное есть? Hozir eng noyob narsani so'radim. Да, самое необычное, что вы можете нам представить? Не поняла, что я... Вот камни, например, это обыкновенный простой камень. Это с берегов Таласа. Это сакральные места, как вы знаете. Тарас это очень древний город Казахстана. И там очень много сакральных мест. Так вот, это вот с берегов Таласа. Здесь считается со святой земли, можно сказать. Правильно же? Сколько времени уходит на один... Нет, я как художник. Вот я его сначала мою, там, грунту. Я сначала смотрю, вот на что похоже, что я хочу сделать, понятно, да? А потом уже наношу, нравится, не нравится, закрашиваю, встаю, ухожу, потом снова прихожу. Ну, где-то, дня 3-4 уходит. Сколько это стоит? Вот это... Да. 5000 tenge это bu. Hozir aynan o'sha tosh 125 ming so'm ekan va hozir odamni ko'rishingiz mumkin. Juda odam ko'p va biz esa hozir sekin-asta mana shu yo'lga yo'l olamiz. После окончания художественного училища, у меня художественное образование училище закончил. Потом начал ювелиркой заниматься. Сейчас подойдет. Есть ученик мой, ювелир. А сейчас на пенсии. Свободных время хватает, делаю кузнечные работы, художественная ковка, так сказать. И кую сам, сделал вот это молот по принципу Леонардо да Винчи, есть такой в Ютубе, если видели, да Винчи называется молот. Но я его переделал. Leonardo da Vinci, ya'ni o'sha изобретать qilgan, o'ylab topgan aynan mana shu. Смотрите, hozir mana boshidan ishlatib ham berishyapti. Куй железо пока горячо, знаете, да? Сейчас пока не разжег, берешь горячий металл, железо и... Дальше дорабатываешь уже вручную. Hozir Leonardo da Vinci o'sha ixtiro etgan aynan mana shu narsani o'zlari to'g'irlashgan ekan va hozir esa biz o'zlari tayyorlagan narsani qisqacha ko'ramiz. Odam juda ko'p, shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Sal o'tamiz va bu yerda aynan o'zlari tayyorlagan narsalar bor ekan. Hozir o'sha yuqorida ko'rsatishganda aynan o'sha boltada to'g'irlashar ekan va qolgani qo'lda ekan va mana shunday narsalar bor ekan. Juda qiziq, juda qiziq. Hozir biz mana Qirg'iziston rassasiga keldik va bizda to'ppa bo'lsa, bularda qalpoq ekan va hozir esa mana ko'rishingiz mumkin, hammasi ekologik toza mahsulotlardan tayyorlangan, ya'ni shersdan tayyorlangan ekan va hozir meni o'zimning boshimda mana shu bir qalpoq turibdi va e'tibor bersangiz, juda chiroyli. Сколько времени уходит на пошив? 2 dня? 2 kun vaqt ketar ekan aynan mana shu qalpoqni tikkani. Juda chiroyli, juda zo'r. А сколько это стоит? Да. Не, на рубли можешь сказать. 225 ming so'm ekan. O'rtacha 225 ming so'm ekan aynan mana shu qalpoq. Hammaga rahmat. Hozir biz aynan Xitoyda rassasiga keldik va juda ajoyib va noyob narsaga ko'zimiz tushib qoldi. Hozir mana aynan tayyorlash jarayonini ko'ramiz ekan. Ya'ni nima tayyorlab berishadi, nima qilishadi va meni o'zimga juda qiziq.
你好，你好，你好，哎，我现在在制作的是我们的那个中国传统的一个鱼灯，因为我们中国传统中秋节8月15月底29号也是到那个中秋节了，所以说现在我把我们的优秀的文化传统这个产品过来跟大家一起共享。对，像这个现在是把这个鱼头跟这个鱼身把它组装起来。稍后你们会看到一条活泼乱跳的一条鱼，我们也是象征了一个很好的寓意。稍等一会儿就可以了啊。那我们今天拿过来的主题就是如鱼得水，就希望我们2个国家的友谊长久。OK， 好了，这一条，这个是一个鱼的框架。下一步的话，我们就会糊上纸，然后再画一下那个涂料，然后就变成一条这个鲜活的鱼。100 ming atrofida ekan va juda noyob narsa ekan. Men uchun juda qiziq bo'ldi. Endi esa bir boshqa joyga boramiz. Qani? Hozir biz aynan Ozarbayjonda rastasiga keldik va eng noyob narsalardan biri mana ko'rsatishdi. Yog'och o'ymakorligida tayyorlangan ekan. Darvish, ya'ni donishmand ketib turganda o'sha ayol kishini ko'rib qolishgan ekan. Assalomu alaykum. Можете пару вещей? Сколько времени ушло? Время несколько недель, 2-3 недели. Вот это дервиш, отшельник, там старая девушка, там в чадрах. Потом разные здесь работы. Эмир Теймур есть. Вот посмотрите. Я могу показать? Конечно. Это Эмир Теймур, моя работа. Aynen Amir Temur Amir Teymur'u işlemişim. Hevesle inşallah gelen seferde gelsem Şevket Mirzeyev'i güzel işleyeceğim. Yaxşı şeklini tapmadım. Salam, salam. Juda noyob. Hozir narxini so'raymiz. Из Азербайджана, правда, мы братья, с ним Кардаш. Привет, передашь? Salam, salam. Сколько это стоит? Это $300. 300. Kamerani axtarib qolibman. $300 ekan bu. Oho, ya'ni qo'l mehnat, ya'ni qo'l mehnat bo'lganligi uchun $300 ekan. Qani ketdik. Sal shovqin bo'lishi mumkin va hozir aynan mana shu nabor ekan va bizga qisqacha ma'lumot berishadi. Demak, مرحبا السلام عليكم. أنا هبة من لبنان وأريد أن أقدم لكم هذه المجموعة. هذه المجموعة أنا عملتها بتمثل الأرض، الكرة الأرضية اللي هي عم بتعبر فيها، عم حدد فيها الأشياء اللي هي بتمثل الجبال، المي، الوديان، تشققات الأرض، بس عم حاول مثلهم بطريقة معاصرة وبتحاكي التطور حاليا. فأنا عندي هون حاليا نعتبر انه هذه الكرة الأرضية، عندي هون الشمس ومنها عم بتتشقق الجبال، الجبال هيدي القطعة اشتغلت منها على أقسام صغيرة اللي هن عم يكونوا هيدول الاثنين كلياتهم هن سلسلة مع بعض، عم نشتغل على الألوان اللي هي من الطبيعة، مي، جبال، أنهار، ينابيع، فينا كمان حتى اللون الأصفر اللي عم يكون هو صح دقيق اوقات عم يكون باللوحات بس هو بيمثل اللافا وتسمين البراكين الصفراء. هذا كل شيء عن هذه اللوحات، اتمنى انه يعجبكم. شكرا لكم. hozir hammasi bo'lib aynan mana shu nabor $2,500 ekan, ya'ni qo'l nabori ehtiyot bo'lasizlar. Hozir esa biz boshqa rastaga boramiz. Rahmat. Hozir biz Mali rastasiga keldik va hozir qisqacha bir ma'lumotni eshitamiz. Hello, my name is Mohammed. I'm from Mali, West Africa, coming from Timbuktu, the part of the Sahara Desert. So I'm 7th generation of my family who making silver jewelry. I'm silversmith. So I have my organization calling Timidwa, which representing over 250 different artisans working together. So our duty and our mission is to preserve our heritage, the handicraft world.
So I'm grateful to be participating in this international Kokon festival, handicraft festival. I'm very happy, and then very welcoming people here is amazing. It's just great to be in Kokon. How much? This one is a piece, actually this is collection piece. This we're calling this the key of the desert. This is like for me, as I said, like for me, this jewelry is not about the price, it's about the value they're taking. You know, this piece is over $750. Yes, the piece. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yana bir juda qo'l mehnat va uzoq vaqt ketadigan hunarmandchilik, ya'ni Tojikiston o'zimizni qo'shni shaharga ham yetib keldik va hozir mana qisqacha ma'lumot berishar ekan. Bu yerda pichoqlarning juda har xil turlari bor ekan va eng noyob pichoqni ko'rsatishda hozir qisqacha ma'lumotini olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu narsa haqida qisqacha ma'lumot berasizlar. Bu narsa biz yangi tayyor qilgan narsa bu. Bu Gorni Baran, Marco Polo deymiz buni shoxi. Bunga 4 ta hunarni bitta qilib ishlatgan. Zargarlik qilgan, cerebro bu. Bunga miskarlik qilgan, pichoqchilik qilgan, kandakorlik qilgan. 4 ta hunarni bitta qilib shu noyob narsani tayyor qildik biz. Bu $4000 narxi. Cerebro kelgan, bronza kelgan, latun kelgan bunga narsalar qimmat bularga. $4000 ekan, ya'ni bu qo'l ishi, qo'l mehnati 4 ta odamni, 4 ta hunarmandni kuch ketgan ekan va bu juda dahshat. Hozir biz aynan Makedoniya rastasiga keldik va Katarinadan qisqacha ma'lumot olamiz. Hello, my name is Gafsor. My name is Katarina. I come from Macedonia. I'm artisan from Macedonia. And I made a filigree jewelry made of pure silver. And this is a special technique from Macedonia. Filigree technique is very old and very traditionally from my country and from my family too. I made different designs of jewelry. Like example, I used flowers like a design. I used a butterfly. I have a contemporary design, modern jewelry, modern design of jewelry. And my style is mix of traditionality and modern to make a jewelry for everyday, for daily wearing. Yeah. Thank you Katarina. Thank you. Hozir biz Quvayt shahridagi aynan rastaga keldik va bu yerda juda qo'l mehnat va e'tibor bersangiz, aynan tuxumdan juda ajoyib uzorlar chizishar ekan va mana e'tibor bersangiz, mana qo'limga berishdi, juda ajoyib tuxum. Va juda ajoyib narsani ko'rsatishdi. Mana e'tibor bersangiz, aynan prezidentimizning rasmlari tushilgan aynan Strauss, ya'ni tuyaqushni tuxumidan bir ajoyib bir prezidentimizning rasmini chiqarishibdi. Va e'tibor bering. Mana e'tibor bering qo'llariga. Ey bala, gap tushunmadi. Ey bala, o'tkin ekan. Yana ijodiy Quvayt rastasida biz sal shovqin bo'lishi mumkin va e'tibor bering nimalar bor ekan bu yerda va har xil hasharotlarga alohida taqinchoqlar tayyorlangan ekan. Hozir esa qisqacha bir ma'lumotni olamiz. I'm Dr. Mona from Kuwait. Studiyaga kirib tarjima qilaman, lekin bu narsalarni ko'rsangiz juda chiroyli. Aynan hasharotlarga tayyorlangan ekan va juda qiziq. I inspired from the beauty insects to make a nice piece in jewelry. I use crystal, wire and plastic acrylic material to make this beautiful jewelry. Thank you. Hozir biz estoniyalik mehmonni uchratib qoldik va hozir qisqacha gaplashamiz. Вы пробовали наш плов? Плов? Конечно, скажем, первый раз в 88 году. Ага. Вам понравилось? Я люблю плов. Да? А как вам атмосфера именно вот Коканда? Если в Коканде был только во время фестивалей, я люблю Коканд. Да? Да. Мне очень много друзей здесь. И все эти мастера вокруг мира, это чудесно. Это великолепно. И спасибо организаторам, которые пригласили меня тоже сюда. Я очень рад. А что вам именно понравилось в Коканде? Самое вот? Трудный вопрос. Да? Люди. Люди? Люди да. понравились? Да. Смотри глаза людей. Смотреть глаза в людей. Отлично.
И девушек, и парней. Все, отлично, спасибо огромное. Спасибо. Hozir biz aynan Avstraliya rastasidamiz va bu koraldan, ya'ni zig'ir ipdan koral yo'nalishida tayyorlashar ekan. Qisqacha ma'lumotini olamiz. Hello. Yeah, so I'm from Argentina, from the Patagonia region, and I use natural fibers and I combine it into modern craft to create decoration for interiors and lighting. So I try to rescue different techniques from my area and translate it into modern pieces for craft. Thank you. Hozir aynan mana shu narxini so'radi, $250 ekan va mana bu ishlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham juda chiroyli ishlar bor ekan. Juda chiroyli. Thank you, rahmat. Quyosh rosa yuzimga tushyapti. Hozir biz aynan qovoqdan buyumlar yasash va juda chiroyli joyga keldik. Aynan e'tibor bersangiz, juda chiroyli qovoqlar bor ekan. Har xil dizaynda, oddiy misol bedana soladigan qovoqlar bor ekan, uy uchun bor ekan, ya'ni mana vazalar bor ekan bu yerda va juda chiroyli. Eng noyobi nima, aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Eng noyob ishlarda ichida o'zingizga yoqqani biron bir? Menga noyobi barchasi tabiiy, mana qandillarda aytishim mumkin. Meva soladigan vazalar, bu anavi plastmassa idishlardan ko'ra uzoqroq chidaydi. Bu yog'och, yaxshi pishgan qovoqlar. Mana ularga shishalar solib qo'yganman. Bularning ichiga kompot, mineral suvlarni quyib ichish mumkin. Mana olib, qopqog'i mana bundan chiqarib, mana bu yerda nimasi bor? Mana bunisi ham qovoqdan. Buni mana bunday qilib ochib bemalol ichaveramiz. Qancha vaqt ketadi mana shu narsaga? Endi uzoq o'tirib bo'lmaydi. 3 soat, 4 soat uzoq bilan bir kunda o'tirishim mumkin. Eng uzog'i shu bir o'tirganimda. Bir kunda 2 marta aylanib borishim mumkin. Bularda nimasiga, nima deydi? Ish jarayonida-da. Bular bir kunda bitmaydi albatta, hech qachon boshdan oxir. 2-3 kun vaqt ketadi, aslida bo'lgan taqdiringizda ham. Bu miniatyuralarga undan ham ko'proq vaqt ketadi. Miniatyuralar. Bedana qovoqlar, bedanalarda to'rini to'qib qo'yilmagan, xolos to'qilsa ishlatish mumkin. Bu 300 mingdan. Bu badiiy bezak berishgacha ham, bu tayyorlab olishga ancha vaqt sarflanadi. Katta rahmat. Hop. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, juda chiroyli tushuntirib berishdi. Hozir esa biz yana mundoqla aylanamizda va biron bir yana qiziqroq narsani oqtaramiz. Qani ketdik. Yana bir noyob rastaga keldik. O'zi hammasi noyob ekan bu yerda, chunki har bitta videoni boshlashimda noyob dedim. Va e'tibor bersangiz, bu yerda milliy cholg'u asboblari bor ekan va surnay bor ekan, karnay deyman. Dutor bor ekan, g'itchak bor ekan. Eng noyobi nima? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, kelinglar. Eng noyob bu surna emas, bu zurna. Zurna? Bular duduk. Bular nay. Mana bu basnaylar, minay, bular sol, bular la. $100. Qobuz bor, dombra bor. Milliy nimamizga oid g'ijjak. O qadimiy nimaga 14-asrlarga yuzlansak. Narsani chalib berasizmi? Qisqacha bir YouTube uchun. Aynan bizni YouTube kanali uchun alohida juda chiroyli bo'lgan dutorda chalib berishar ekan hozir. Nimada? Surxon vohasida bor-ku, qo'shda. Hozir nastroyka qilishyapti, ya'ni sozlashyapti bu narsani. E'tibor bergan bo'lsangiz, oddiy sozlab juda chiroyli musiqani bizga chalib berishdi. Dup etib festivalni video vlog qilib yoritish, to'g'risini aytsam, rejamda yo'q edi. Bilasizmi, ushbu videorolik YouTube kanalimdagi eng noodatiy videoroliklardan bo'ladi. Festivalni boshlanishiga soniyalar qolganda mikrofonni quchoqlab operator bilan o'zimizni katta bog'imizga yo'l oldik. Har 2 yilda keladigan festivalni qiziq qilib yoritib bergim keldi. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Meni o'zimni tayyor emasligim, sal kamerani qimirlashi, lekin hammasi sizlar uchun, aziz obunachilarim uchun. Videoga like tugmachasini bosib qo'ysangiz
qilishingiz va kommentariy yozib qo'ysangiz, video ko'tarilishiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz va butun dunyoga tarqalishiga yordam bergan bo'lasiz. Sizlar bilan Behzod bo'ldi va bu esa met olamimdan kichik parcha edi.